$7750 ga 3 xonali kvartira bilan birgalikda qanaqa komfort olishingizni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Maktab, bog'cha, poliklinika, apteka, savdo do'konlar barchasi, eng asosiysi xavfsiz bolalar maydonchasiga ega bo'lgan Elobod Cityda joylashgan 15-etajda 2 xonani 3 xona hisoblanadigan 71 kvadratli kvartiramiz sotuvda. $7750 ga ushbu kvartirani xarid qilganingizdan keyin sizga yana qo'shimchasiga $800 dan shu bonuslar bor. Hozir tushuntirib o'taman. Obzorimizni birinchi bo'lib ishning tagidan boshlaymiz. Kirganimizda o'ng tomonda sanusul hojatxonamizni keng holatda tashlab, remontlarini chiroyli holatda qilib qo'yilgan va bu tomonda ishdan kirib kelganimizda to'g'rida oshxonamiz joylashtirilgan. Oshxonamiz ko'rib turibsizlar, to'liqligicha oshxona mebellari, gaz plitasi, o'zini isitish tizimlarini o'rnatib qo'yilgan va bu tomonda alohida xolodilniklarimiz mavjud va bu tomonda kvartiramizni balkon qismlari bor. Oshxonamizdan keyin bu tomonda yana bitta xonamiz mavjud. Buni bemalol kattalar uchun yotoqxonasi qilishingiz ham mumkin. Derazalarni ko'rib turibsizlar. Xonamizga selli o'rnatib qo'yilgan. Xonamizda yorug'likdan muammo bo'lmasligi uchun. Va bu tarafimizda kvartiramizning eng so'nggi xonasi, mehmonxonamiz joylashtirilgan. Mehmonxonamizni ko'rib turibsizlar kattaligini. Bu Elobod Cityda 2 xona kattasi deyiladi, ya'ni 71 kvadratligini. Buni 5 dan kirib kelganimizda bu tarafda bitta alohida yana xona qilishingiz mumkin. Buni detskiy xona qilib ishlatsangiz bo'ladi va bu yerga bemalol ugolok mebellarni qo'yib, mehmonxona sifatida ishlatishingiz mumkin. $800 dan oshiqroq bonusingiz bor degani bu yerda o'zini ugolok mebellari, yangigina konditsionerlari va o'zini televizorlari bor va birinchi bo'lib gazxonamizda ko'rsatib o'tgan xolodilniklar ham qoldiriladi. Ushbu kvartiramiz kommunallarga keladigan bo'lsak, gaz suv svetdan umuman muammo yo'q. Kvartiramiz subsidiya asosida chiqartirilgan, oylik to'lovlari 3 million atrofida chiqadi. Tayyor 1 yil 3 oy, ya'ni 15 oy to'lovlarni qilib qo'yilgan. Narxlarga keladigan bo'lsak, aytib o'tgandek $7750 bo'lsa, yana barakasiga o'zimiz o'tib berishadi. Video ostida raqam qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Ushbu kvartiramiz sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bo'lsa, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ushbu videoni shunaqa kvartira qidirib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.